Bugun mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasini yanada rivojlantirish, aholini ommaviy sportga keng jalb etish bo'yicha amaliy ishlar yangi bosqichga chiqmoqda. Davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida belgilangan ustuvor vazifalar ijrosi joylarda izchil amalga oshirilmoqda. Mazkur yig'ilishda aholi salomatligini mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish va yoshlarni sportga qiziqtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shu asosda hududlarda aniq chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, ijrosi ta'minlanmoqda. Jumladan, Bayovut tumanida ham bu borada tizimli ishlar olib borilmoqda. Muhtaram Prezidentimiz raisligida joriy yilning 7-aprel kuni jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mazkur yig'ilishda sportni rivojlantirish, ayniqsa yoshlarni ommaviy sportga keng jalb qilish masalalari chuqur va har tomonlama muhokama qilindi. Yig'ilishda ilg'or tajribalar alohida e'tirof etildi. Xususan, Zarbdor tumanida o'tgan yil davomida 23 ta mahalladagi 34 ming nafar yoshlarning ommaviy sportga jalb etilgani bu katta natija va ibratli tajribadir. Hududda barpo etilgan zamonaviy sport zallari, ixtisoslashtirilgan yo'nalishlar va tadbirkorlar bilan hamkorlikdagi sport inshootlari bu boradagi ishlarning amaliy ifodasidir. Ushbu tajribani o'rganish va uni barcha hududlarda keng joriy etish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Har bir maktabda sport to'garaklari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, yoshlarning sportga qamrovini oshirish va ularni sog'lom hayot tarziga keng jalb etish masalalari hokimlar oldiga ustuvor vazifa sifatida qo'yildi. Bayovut tumanida ham bu yo'nalishda tizimli va izchil ishlar olib borilmoqda. Biz yoshlarimizni sportga keng jalb etish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va sog'lom, barkamol avlodni voyaga yetkazishni keng muhim vazifa deb bilamiz. Bugungi kunda tumanda 2 ta sport maktabi faoliyat yuritib, ularda 2373 nafar yoshlar muntazam ravishda sport bilan shug'ullanmoqda. Ularning Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari, Prezident Olimpiadasi kabi nufuzli musobaqalarda munosib ishtirok etishi uchun barcha zarur sharoitlar yaratilmoqda. Yig'ilishda alohida topshiriq berildi. Ommaviy sportga aholini jalb qilish masalasida tumanimizda har juma kuni sport kuni qilib belgilab oldik. Bunda yil boshiga ommaviy sport bilan shug'ullanish 42% ni tashkil qilgan bo'lsa, yil yakuniga qadar 60% ga yetkazishni rejalashtirib olganmiz. Tumanimizda 50 dan ortiq tashkilotlarning barcha xodimlarini har juma kuni sport tadbirlariga jalb etish belgilab olingan va bu ishlar izchil davom ettiriladi. Natijada davlatimiz rahbari belgilab berganlaridek tumanimizda aholi orasida ommaviy sportni hamda sog'lom turmush tarzini keng joriy etishni ta'minlaymiz va prezidentimiz topshiriqlarini so'zsiz bajaramiz. Tumanda ommaviy sportni rivojlantirish, sport infratuzilmasini kengaytirish va aholi uchun qulay sharoitlar yaratish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Ayniqsa, mahallalarda sport maydonchalarining ko'paytirish, turli musobaqalar va ommaviy tadbirlarni tashkil etish orqali keng jamoatchilikni jalb etishga alohida ahamiyat qaratilgan. Muhtaram Prezidentimizning 7-apreldagi video selektorlarda sportni rivojlantirish va ommaviylikni oshirish maqsadida 10 ta muhim vazifa belgilab berildi. Shu vazifalar ijrosi ta'minlash maqsadida o'zimizga chora-tadbirlar belgilab oldik. Bugungi kunda tumanimizda 31 ta mahalla mavjud. U 31 ta mahallaga 6 nafar seleksioner trenerlar belgilab berildi. Har bitta trenerga 5 tadan mahalla belgilab olindi. Seleksioner trenerlar bugungi kunda mahallalarda bo'ladigan 5 tashabbus, Prezident Olimpiadasi va ertalabki badan tarbiya 5000 qadam sport turlariga mahalla yetkaziligi bilan birgalikda har bitta mahallaga belgilangan tartibda o'tkazib kelinmoqda. Ular ichidan iqtidorli sportchilarni, iqtidorli sportga qiziqqan o'quvchi yoshlarni sport maktabi trenerlariga seleksiya qilib ajratib olmoqda. Sport maktabimiz bugungi kunda paralimpiya sport turiga ixtisoslashgan. Bunda kamondan o'q otish va parapowerlifting sport turiga ixtisoslashgan. Kamondan o'q otish sport turimiz bo'yicha 14 nafar sportchi muntazam ravishda ishtirok etadi. Shundan 8 nafar O'zbekiston chempioni. Parapowerlifting sport turidan 10 nafar, shundan 4 nafar O'zbekiston chempioni solimdor, 2 nafar terma jamoa a'zosi. 7-aprel kunida bo'lgan prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan video selektordan keyin o'zimizga chora-tadbir belgilab olib, tumandagi chekka hududlardan trenerlarni o'sha yerga jalb qilib, o'sha yerlardan sport seksiyalari ochish va iqtidorli yoshlarni topib sportga jalb qilish hamda bugungi kunda ommalashib keladigan
Olimpiya sport turiga kiradigan sport turlari, trampolin degan sport turi ochildi, gimnastika sport turi ochildi. Bugungi kunda faoliyat olishni boshladi. O'sha sport turlarini ham rivojlantirish bo'yicha o'zimizga chora-tadbir belgilab olindi. Bayot tumanida paraolimpiya sport turlarini rivojlantirish yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar o'z samarasini bermoqda. Xususan, tuman sport maktabi qoshida tashkil etilgan Para Power Lifting sport to'garagi qisqa vaqt ichida iqtidorli para sportchilarni kashf etib, ularni yuqori natijalarga yetaklayotgani bilan e'tiborga molik. Mazkur to'garak a'zolari muntazam mashg'ulotlar, malakali murabbiylar ko'magi hamda zamonaviy yondashuvlar asosida o'z mahoratini oshirib bormoqda. Natijada ular nafaqat tuman va viloyat bosqichlarida, balki respublika miqyosida o'tkazilayotgan musobaqalarda ham faol ishtirok etib, munosib natijalar qayd etishmoqda. Bayot tuman birinchi sonli sport maktabida 7 yildan beri trenerlik faoliyatida ishlab kelyapman. Biz bu sport turimiz bilan o'zimizga o'xshagan imkoniyati cheklanganlar para powerlifting sport turi bilan shug'ullanib kelamiz. Hozirgi paytda 2 mahal trenirovka o'tyapmiz. 2 mahal trenirovka o'tishimizga sharoitlarimiz juda yaxshi. Biz natija qilish uchun O'zbekiston chempionatiga qattiq harakat qilib kelmoqdamiz. Para powerlifting sport turi bo'yicha 10 nafar paralimpiyskiy bolalarimiz shug'ullanyapti. Ular orasida qizlar ham bor. Shundan O'zbekiston chempionatiga tayyorlanishimiz bizda hozirga qo'ygan eng katta maqsadimiz. Yanada ham kuchga to'lib Osiyo jahon chempionatlariga chiqish niyatimiz bor. Ayniqsa hududda yoshlar o'rtasida gandbol sporti jadal rivojlanib borayotgani e'tiborga molik. Bugungi kunda tumandagi jamoalar o'rtasida sog'lom raqobat muhiti shakllangan bo'lib, bu esa sport natijalarining yanada o'sishiga xizmat qilmoqda. Gandbol bo'yicha mashg'ulotlar muntazam va qizg'in tarzda olib borilmoqda. Sportchilar mashq jarayonlarida faol ishtirok etib, o'z mahoratini oshirish, jamoaviy o'yin ko'nikmalarini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratishgan. Bizning bayotimizda gandbol sporti ham rivojlangan. Hozirgi kunga qadar 4 nafar trener ish olib bormoqda. 250 nafar sportchi shug'ullanib olib bormoqda. Ulardan 150 nafari o'g'illar hamda 100 nafar qiz bola shug'ullanib kelmoqda. Shunga qadar qizlardan 5 nafari viloyat terma jamoasi hamda 1 nafarimiz respublika terma jamoasiga a'zolikda nomzod etib harakat qilishmoqda. Bolalardan esa juda ko'p, 20 ta nafardan ko'proq U14, U18 yoshlar toifasi gandbol sport turida viloyat terma jamoalariga a'zo bo'lib ishtirok etib kelishmoqda. Hozirgi kunda eng asosiy cho'qqilar prezident olimpiada cho'qqilariga tayyorgarlik olib borish va ishlarni olib bormoqdamiz. 5-mayda start olib borgan musobaqalarda nufuzli o'rinlarni egallab, xudo xohlasa Sirdaryo viloyat terma jamoasiga a'zo qilib, Sirdaryo viloyati Bayot tumanini birinchi o'ringa olib chiqish niyatida ish olib bormoqdamiz. Shu kunga qadar U14, U18, U20 sport yosh toifasida gandbol sport turi qizlar va bolalar o'rtasida O'zbekiston kuboklari, O'zbekiston chempionatlarida ishtirok etib, nufuzli o'rinlarni olib bormoqdamiz. Ayni vaqtda biz mahallalardan seleksiya ishlarini olib bormoqdamiz hamda Bayot tumani terma jamoasiga yaxshi sportsmenlarni olib borishda harakat qilmoqdamiz. Bundan tashqari tumanda boks sporti ham ilg'or yo'nalishlardan biri sifatida izchil rivojlanib bormoqda. Bugungi kunda yoshlar o'rtasida boksga bo'lgan qiziqish tobora ortib, mashg'ulotlar yuqori saviyada tashkil etilgan. Tajribali murabbiylar rahbarligida o'tkazilayotgan mashg'ulotlarda yoshlar texnik va taktik ko'nikmalarini mustahkamlab, jismoniy tayyorgarligini oshirmoqdalar. Bu esa ularning musobaqalarda munosib ishtirok etishiga zamin yaratadi. Bayot tumanida ham boks sporti rivojlanyapti. Yaxshi natijalarga erishdik. Qiz bolalar, o'g'il bolalar, yosh katta, yosh kichkina bolalarni ham shug'ullantiryapmiz. O'zbekiston chempionatlarida yaxshi o'rinlar olishga tayyorgarlik olib boryapmiz. Mashg'ulot yig'inlariga xudo xolasa chiqish niyat bor. Viloyat bosqichi endi o'tib boradi. Tuman bosqichi o'tdi, 7 nafar o'quvchimiz o'rin oldi, birinchi o'rin. Prezident musobaqasiga xudo xolasa o'sha musobaqa oldi mashg'ulot yig'iniga bormoqchimiz. Seleksiyalar olib boryapmiz. Sharoitlar yaxshi, hamma imkoniyatlarimiz bor. Ring tumanimizda 31 ta mahalladan seleksiya ishlari olib boryapmiz. Bir kunda 2 mahal trenirovka qilyapmiz, 5 kun. Ayniqsa qizlarimizda ham bu sportga qiziqish ortib boryapti. Ularning safi kengayapti. So'nggi yillarda tumanda voleybol infratuzilmasini yaxshilash, zamonaviy sport maydonchalarini barpo etish va malakali murabbiylar faoliyatini yo'lga qo'yish orqali sezilarli natijalarga erishilmoqda. Bu esa o'z navbatida yosh sportchilarning mahorati oshib borishiga xizmat qiladi. Alohida ta'kidlash joizki, Bayot tumanida yoshlar o'rtasida voleybol sport turi ancha rivojlangan. Ta'lim muassasalarida tashkil etilgan to'garaklar, muntazam o'tkazib kelinayotgan musobaqalar va saralash jarayonlari iqtidorli yoshlarni kashf etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Respublikaga chiqqan qizlarimiz bor, qo'lini sovrindorlarimiz bor. 100 nafardan o'quvchi Bayot tumani voleybol maktabida voleyboldan qatnashadi. Ulardan natijasi bor bolalardan 14 ta 15 ta sovrinlarga ega. Hozirgi kunda men seleksiya bo'yicha viloyat terma komandasida respublikada qizlarimiz shug'ullanib bormoqda. O'zbekiston olimpiya cho'qqilariga U14, U15
13-14 yoshli bolalarni seleksiya ishlarini qilib, mana avgust oyida bo'ladigan olimpiya cho'qqilariga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Sharoitlar yaxshi, hammasi yetarli. Prezidentimizga rahmat, klubimiz va zalimiz, hamma narsamiz bor. Immunitetlar bilan ta'minlanib berilyapti. Tumanda milliy qadriyatlarimizni o'zida mujassam etgan o'zbek jang san'atiga ham alohida e'tibor qaratilayotgani ahamiyatlidir. Xususan yoshlar o'rtasida milliy sport turlariga bo'lgan qiziqishni oshirish maqsadida maxsus to'garaklar tashkil etilgan bo'lib, ularda tajribali murabbiylar tomonidan mashg'ulotlar olib borilmoqda. Ushbu mashg'ulotlar nafaqat jismoniy tayyorgarlikni oshirish, balki yoshlarda mardlik, matonat, intizom va vatanparvarlik kabi fazilatlarni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Milliy qadriyatlarimiz o'zida aks etgan sport turi hisoblanadi. Hozirda o'zbek jang san'atida natijalarimiz juda ham chiroyli. O'tgan yili 12 ta O'zbekiston chempioni, 2 ta Osiyo chempioni chiqdi oramizda. Va bu yil hisobotiga ko'ra 3 ta yana O'zbekiston chempioni, 3 ta Osiyo chempioni chiqdi yilning boshida. Bu sport turida juda ham yaxshi shug'ullanyapmiz. Hamma sharoitlarimiz bor. O'zbek jang san'ati sport turimizda yoshlar ham juda ham qiziqish bilan shug'ullanishyapti. Eng kichik yoshdagi sportchim 5 yosh. Hozirda ota-onalari bog'chadan olib, ularni o'zlari qiziqqanligi sababli ham olib kelib shug'ullantirishyapti. O'ylaymanki, bu sport turi yaqin orada yana ham rivojlanib, katta-katta natijalar yana ko'rsatamiz degan umiddaman. Xulosa qilib aytganda, Bayot tumanida jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish bo'yicha belgilangan chora-tadbirlar aholi salomatligini mustahkamlash, yoshlarni sog'lom va barkamol avlod sifatida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Eng muhimi, ushbu ishlar orqali ommaviy sport qamrovi kengayib, kelgusida yuksak natijalarga erishadigan iqtidorli sportchilarni tarbiyalash uchun mustahkam zamin yaratiladi.